Barchaga assalomu alaykum. Meni yurtim telekanalida Comedy 5 ko'rsatuvi efirda xush kelibsizlar. Asosiy mehmonlarimizdan birlarini sahnaga taklif qilamiz. Elimiz suygan san'atkorlar ajoyib guruh Eldido guruhi. Assalomu alaykum. Ko'rib turganimizdan xursandman. O'zbek tilini tanlash uchun birini bosing. Nechini bosib kelyapsiz hozir? Menmi o'zim bosib kelyapman. O'zingizni bosib Sizlarga qiyin bo'lmasin deb. Ya men ko'rdim 60 bosib keldi. Rost. 60. Hozir 60 ni yog'ini bosa olmaymiz. U yog'ini o'tolmayapsiz. Keyin Qaysi ma'noda u? qaysi ma'noda? Mashina ma'nosida. Boshqa ma'nosini tushunmang. O'zi nima qilasizlar o'zi ikkalovinglar? Kunduz kuni seriallarda, kechqurun yana xalqni ko'nglidamiz. Kechasi nima qilasizlar? O'zi mana shunaqa savollarchi juda ko'p beriladi-da. Sen pul rasxod qilib, ijod qilasan, klip olasan, ashula qilasan. Ha, ko'rinmayapsizlar. Savol beradi-da. Men Doston aka menga dars berganlar. Kuzataman, bilaman. Kliplar chiqyapti, masalan, qo'shiqlar chiqib turibdi yangi. Endi sizni-ku endi bilmagan. Oxirgi marta qaysi klip chiqdi? Oxirgi marta zo'r klip chiqdi. Hammasi zo'r klip. Hammasi zo'r klip. Xo'p, ko'p kuttirmay qo'ya qolamiz, bo'lmasa hozir davlinalar oshib ketishi mumkin. Aniq. Shuning uchun ajoyib aktyor, yumorist Umidjon Haydarov. Assalomu alaykum, yuzi nurlilarim, mehr daryolarim, duogo'y otajonlarim. Ajoyib so'rashlaringiz. Men sizni ko'rgan, Abdulla akamni ko'rgandek bo'ldim. Hazillarda Umid aka so'rashganda Abdulla aka ekan. Boshqa ekan. Mana Doston akamni ham ko'p. Dilniyoz aka. Men Doston aka. Ha, yo'g'i? Ana hayajonlanishimni qarang. Stop. Guruh xotinimi? Eldido. Ha, bo'ldi. Million nimani yaxshi. Ya mana Dilniyoz akam seriallarda ko'rib qoldim. Doston akamni qarang, Dilniyoz ketishing. Nimalar alamini ol. Nimalar alamini. Bilasan. Nima bo'lgan? Senga institutda baho qo'ymaganman. Baho qo'ygansiz-ku. Qo'yganman. Ha, 5 qo'ygansiz. Bo'ldi. Endi ustozim bo'lganlar uchun haddim sig'yapti. Ozgina ko'ngillarni insta faqat kayfiyatlarini tushirgan bo'lishi mumkin-da. Xullas, aka, ish shaharchasiga yetadigan bo'lsa, shartlar bor oldinda. O'sha shartlarni bajarsangiz chiqib ketasiz, bo'lmasa o'tiraverasiz shu yerda degan ma'noda. Men sochakchasiga gapirsam mayli. Biz anjanchasiga ham gapirib qo'yaveramiz. Gapirib qo'yaverasiz. Olib qo'yaverasizlar. Boshlasang boshla nima? Bo'ldimi? Boshla. Senlar to'g'ratishmayapsan. Boshlash. Demak, keyingi shartish. Jimashdi. Xo'p, bo'lish. Birinchi Kelish. shartimizga navbatni beramiz. Demak, qarsakila sadosi ostida bizda top sharti. Azizlar, davom etamiz. Karina Ochilbek bilan top sharti. Rahmat. Bu kunduz kuni ustozlarimga qarab toping deyman. Kechagina ustozlarimiz bizga toping derdi. Mana bugun endi ustozlarimizdan mana qaytar dunyo ekan nima deymiz endi. Azizlar, hozir sirli mehmon chiqib keladi. Topdim. Ha, chiqmasdan topdingiz. Topdim. Dilshod aka. Yaxshi, hozir chiqqandan keyin ko'ramiz. Demak, hozir sirli niqoblangan mehmon chiqib keladilar. Birinchi bo'lib kasbini, keyin oilali yoki oilali emasligini, keyin yoshini taxmin qilib ko'ramiz. Qo'chishda Dilshod aka, taksiz. Sahnaga sizlar tayyorsizlar. Biz tayyormiz. Sirli mehmonni taklif etamiz. Marhamat. Shu yerda o'zida bitta sizlarga yordam berib ketaman. Bo'ldi. Bu mehmonni men taniyman. Hisob olasiz. Rozachi. Sirchi sir. Bani hammasidan. Tezda ikkinchi yordamni beraman. Lekin bu kishi Dilshodga Mehmonimiz tortmayapti. o'g'il bola desimi? Yo'q. Yo, mayli, u Albatta. ishi. Birinchi bo'lib kasbini aniqlab olamiz. Ana ko'rdinglar. Umid aka. Nomahram qilib. Men kelish. Birinchi bo'lib. Demak, taxmin qilib ko'ramiz kasbi, nima? Doston aka nima deymiz kasbi? Nima deb o'ylaysiz kasb? Kasbim salonchi emasmi? Yo'q, aniq aktrisa. Bular aktrisalar, sizlarga birinchi yordam. Oilalimi yoki oilali emaslarmi? Mana hozir qomatlariga qarab, menimcha oilali emaslar deyapman. Shu yerga tegandan keyin bunaqa qomat bo'lmaydi. Go'zal deb o'yladim, lekin go'zalli bo'yi emas. Demak, bilib olamiz. Go'zal o'zi ham past. Turmush qurganmisiz? Yoshlarini taxmin qilib ko'ramiz. Mehmonimiz. Yoshlari 25. O, yaxshi yosh. 50 mi? 10 deyapti. Sizga 10 deyaptilar. 10.
Молодцы deyaptilar. 18, Ha, 15 ta kam. Ha. 18. Yo, 18 emas. 20. 18 emas. Yo, 25. 18 odamni ko'zini oldida buncha ajin bo'lmaydi-da. 23, 23, 23. 23. Yaxshi, 23. Siz necha deb o'ylaysiz? Men 25 dedim. 23 16-iyunda tug'ilgansiz. 30 yoshdan balandmisiz? Yo, past. 30 dan past. 30 atrofida. 30 dan pastroq. Bunaqa Bitta pas. o'ylab 29. Demak- bunaqa o'ylab eslashidan lekin 40 dan balanga o'xshayapti-da. Yo, endi hayot shunga majbur qilgan bo'lishi mumkin-da. Men ichidan bir bunaqa topmagan Endi ekanman. imkoniyat beramiz. Qora qanot. Ochilbek, qanotini olib tursak bo'ladimi? Yo'q, qanoti qora ekan. Yo'q, o'zi Yoshlari 30 atrofida. 30 atrofida. Aktrisalar. Aktrisalar. Qattiq qomat kelishgan. Yo, hozir rol o'ynayapsizmi, o'ynamayapsizmi? Hozir mana shu 1 yil ichida o'ynayapsiz-a, demak. O'ynayaptilar. O'ynayapsiz. Aha. Azimasmi? Aziz? Variantni aytinglar, hozir masalan savol beraver. Yaxshi savol beryapmiz. Mana shunaqa qilgan o'xshayapti-da. Aziz sababi sevyapti. Aziz qaysi u Aziz? To'lig'ini ayting, qaysi Aziz? Ha, Azizni taniganman-da. Ha. Qaysi? Nizomov. Yo'q, Aziz Nizomov. Yo'q. Aziz, qaysi Aziz? Yoqubov bunaqa harakatlar qilmaydi. Ha, familiyasimi? Voy. Yo'q, unaqa qilmaydi, ishoning. Niqobda unaqa qilmaydi. Yo'q, aka. Aqli olmasa Asqar aka. Yaxshi variant. emas, uni ko'zlari boshqacha. Yaxshi variant. Yo'q, uni ko'zlari boshqacha. Mahliyona ko'zlarini Dilniyoz aka yaxshi biladilar. Lekin qoshlari terilgan ekanda. Orangizda bir inson bularni juda ham yaxshi biladilar. Yaqindan taniydilar. Qancha santimetr yaqindan? Men bilamanmi? Endi Qancha santimetr yaqindan? santimetr Men bilaman. bilmadim, lekin yaqinlar. Ha. Men ko'pchilik bilaman, lekin Mana qarang, eslolmayman. kostyumlaringizga moslab qilishgan ekan. Azamat Ahrorov bilan birga rol ijro etganlar. Azamat Ahrorov bilan Birga rol ijro etganlar. Endi ko'pchilik aktrisa rol ijro etgan, uni bizda topamiz. Men emas, bilmayman, boshqa hamma Oxirgi variantni eshitamiz. Mavluda Hikmatova bor Azamat Ahrorov bilan, xo'sh. Buncha o'ylaganda Azamatga bitta telefon qilsa bo'lmaydi. Azamat Ahrorovni tortmaydi. Qayerlardir to'g'ri kelmaydi-da. Ana baribir to'g'ri kelmaydi. Sizlarda to'g'ri variantlar ham. Bo'ldimi? Aziz. Aziz? Oxirgi variantni eshitamiz. Aziz Yoqubovmi? Raqib sizlar bilasizlarmi? Aziz Yoqubov emas, Aziz Yoqubov? Ha, o'rtoqlar. Yo'q, Bugun o'xshamayapti. boshqacha bo'lyapti. Bittagina. Mavluda Hikmatovami? Shahlo Alijonova? Shahlo Alijonova. Aziz Yoqubova, Mahliyo Asqaraliyeva dedilar va Mavluda Hikmatova dedilar. Hikmatova ham dedik. Eng oxirgisini endi mana bulardan oshib ko'ramiz. Biz qoyil qolishimiz kerak. Sensatsiya. Qoyil, lekin. Nimaga qoyil qolishimiz kerak? Bunaqa Yo'q. keskin harakatlarni Bu faqat jest Aziz Aziz- Yoqubova qilishlari mumkin edi. Yo'q. Azizlar. Aziz Qoyil. hayotda bunaqa harakat qilmaydi hech qachon, lekin. Aksincha, Ko'rmagan ekansiz. juda ham mas'uliyatni zo'r his qildilar. Imkon darajasida sizlarni chalg'itishga harakat qildilar. Qoyil, lekin Aziz. Qoyil. Tiqarsanglar. Aziza Yoqubovaga tukrorlik qarshilik qo'yamiz. Xo'p, mana shunaqa yuqori kayfiyatda davom ettiramiz va biz keyingi o'yinni boshladik. Xo'p, sirli quticha deb nomlanadi nomi. Demak, orqada prement ko'rsatamiz va sizlar ta'rif berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Aziza, sen bu yoqqa qarab o'tiravering. Siz hozir Umidga topadilar. Yo, Aziza bu yoqda kamera bilan Birinchi gaplashamiz. kimdan Tomoshabinlar bilan. boshlaymiz? Xo'p, birinchi Umidagi Haydar bilan boshlaymiz. Siz hozir ko'rsangiz bo'ladi bemalol. Faqat o'yinda ishtirok etayotgan odam ko'rmasligi kerak bo'ladi. Demak, Umid akadan boshlaymiz. Agar sizlarda ham savollar kelib qolsa, bosamiz. Gap yo'q. Birinchi prement olib chiqamiz. Ekranda. Umid aka tayyormisiz? Nimaga? Hamma narsaga. Qonunda boshladik, birinchi prement olib chiqamiz. Parametrini Birinchi prement ko'rsatamiz. Juda zo'r predmet ekan. Bu prement nima qilgan bo'lardingiz? Azizga so'roq qilamiz. Nima qiladi uni? Aziz nima qiladi? Nima qilarding? Bir ham yosh bolasiz deb Umidjon deydi-ku. Xo'p, buni yegan bo'larmiz yo'qmi? Yo, Azizdan qolgan narsani yemayman. buni qanaqa paytlarda ishlatardingiz? Aziz yo'q paytlarida. Aka, uni rangi qanaqa? Boya qora edi, hozir oq. Qoyil. Qoyil. Orqaga qarashingiz mumkin aka.
Paxta edi. Hop, keyingi predmet yaxshi. Yaxshi yemadingiz. O. O. qarab qo'ymang. Hop, O. buni ishlatgan bo'larmidingiz? Yo'q, Nimaga? o'zimniki bor. Umid aka kimga sovg'a qilgan bo'lardingiz buni? Aziga. Voy, nima? Yana kimga? O'rtoqlaringizdan. Bizga sovg'a qilmang. Akalarimdan. Kerak emas. Yo'q, ish qilmang. Ular o'ziniki bor ekan. Hop, Umid aka predmetga qarashingiz mumkin. Avvaldan. Hop, uchinchi predmet. Uchinchi predmet. Yomoni. O. Buni yegan bo'larmidingiz? Yaxshisi bo'lganda yomoni deylik. Bu predmetni reklama qilib bering. Yarim soat vaqting bor. Eng oxirgisi ulgurib qol. Hop, qarashingiz mumkin. Yaxshi ta'rif bergan Yaxshi ta'rif bergan. Yo'q, xo'p, mana Buni shuni siz Aziga menga sovg'a sovg'a qilib nima bor edi? Yo, salat tayyorlaysiz. Baqlajon yaxshi ko'raman. Anaqa baklajonli anaqa bor-ku. Fistiyashki. Endi Dilnoz aka. Hop, birinchi predmet. Birinchi predmet. Oo! Buni Buni qayerlarda ishlatasiz? Buni qayerlarda ishlataman? Aha. Uni shu syomkalarga ishlatardim menimcha. Kechasi nima qilasan uni? Uni tarab yotaman deydi. Ha? Qarab yotaman. Yo'q, mana bayram kunlari qanaqa kayfiyat beradi u sizga? Bayram kunlarimi? Silliq tekis takoy. Tekis ko'rinasiz, endi to'g'ri. Yaxshi ekan. Bo'ldimi Hop, menimcha? Doston akaga sovg'a qilgan bo'larmidingiz? Dostonga sovg'a qilardim, kerak unga. Senga kerak chunki. Ha, kerak emas. Kerak emasmi? Nega? O'zimda bor. O'zingda bormi? Senga kerak. Menga rosa kerak. Parik basmi? Orqaga qarashingiz mumkin. Qarashingiz mumkin. Bu ko'p aytadi-da, men o'zimda bor deydi. Gap yo'q, yaxshi. Hop, keyingi Qani predmet. keyingisi? Oh, sizga mos ekan. Yana menga emasmi? Aha, buni nima qilgan bo'lardingiz? Buni nima qilgan bo'lardim? Bunimi? Buni Dostonga sovg'a qilgan bo'lardim. Dostonga sovg'a qilgan bo'lardim mana. Nega Doston aka mos deb o'ylaysizmi? Ha, Dostonga mos. Doston kerak u narsa. Men nima qilaman uni? Ha? Buni o'zing o'ylab topasan. Hop, mana uxlayotganingizda pijama kiyasizmi? Yana kiyaman. Pijama bilan qalay ketadi deysiz? Pijama bilanmi? Rangi to'g'ri kelsa ketadi. Menimcha bu hamma narsaga tushadi. Hop, buni qayerlarda kiygan bo'lardingiz? Qayerlarda? Ha. Buni syomkadan boshqa hamma joyga kiysa bo'lsa kerak. Nimaga? Buni To'yga o'zing kelganingiz bilan olib yurishga uyalmaysanmi? O'zing bilan. Yo'q, birga olib Olib kelgan. Bir xil qilib olamiz. Menda bitta savol bor. Qilish kerak. Menda bitta savol bor. Otasimi nimaga faqat aziz iltimos. Mashinangizni orqasiga rasmini osib qo'ygan bo'larmidingiz? Yo'q. Sizga sovg'a qilardim, oldiga ilib ketardiz. Oldiga Hop, ilishim. qarashingiz mumkin. Voy! Hop, uchinchi predmet. Tayyormisiz? predmet. Oh, buni reklama qilib bering. Buni reklama Bu qilib bering. mahsulotni reklama qilib bering. O'ng tarafda olib yurish yaxshi ko'rsam, chap tarafdan. To'g'rida. Reklama qilish kerak. Demak, aziz do'stlar, xizmatlar litsenziyalangan, agar mana shu narsani olsangiz, kayfiyatingiz har doimo zo'r bo'ladi va mabodo zo'r bo'lmasa, biling, uni ko'rgan inson doimo sizga tabassum bilan qarashga mana shu narsa majbur qiladi. Nimaligini bilmadim, lekin bular yaxshi narsa bo'lishi kerak. Bular chunki yomon narsa ko'rsatishmaydi. Buni kimga sovg'a qilay? Umid aka sizga sovg'a qilaymi? Aka sizga. Umid akam nima qiladi u narsani? Umid aka nima qilasiz? Bu meni shaxsiy ishim. Yo'q, unda sovg'a to'g'ri egasini Doston, topdi. Dilnoz aka orqaga qarashingiz mumkin. Cho'ma-cho'ma. Aka, yomon narsa emas. Hop, Doston aka, siz navbatingiz. Hop, predmet olib chiqamiz. Nima qilgan bo'lardi? Nima qilgan bo'lardi? Ne bilgan zo'r narsani chiqarasiz. Nima qilgan bo'lardi? Sizchalik zo'r chiqmadi. Hech kimga sovg'a qilmasdan o'zi ishlating. Krossovkani tozalagan bo'lardi. Krasovkangni? Qaysi paytda ko'pincha kerak bo'ladi sizga? Bolalarim uxlatayotgan paytda. Молодец. Sen bundan bolaligingda foydalanganmisan yo'qmi? Ha? Demak, ko'rsatamiz. Endi ko'rsatamiz. Mahsulot. Marhamat. Foydalan. So'rg'ich. Hop. Nima o'zi? Zo'r. Chiqishdan oldin foydalansizmi yoki ishxonada? To'yga borgan paytdami? To'yga borgan paytda senga beraman uni. Nima qiladi? Men nima qildim? Tungi 2:57 Senga kerak-ku, har kuni olib boraman. Nima qilasiz? Xuddi shunaqasini aytib bo'ladi, ko'rib qoldingiz. Nima qilasiz? O'sha mahsulot, rostda. To'g'rimi to'g'ri? Ben senden ha. 1, 2, 3. Bir xil ikkalaylarda. Shuni olib qo'yardim. Yo, men
Faqat banda bo'lish kerak bu rang dedi. 3-chi mahsulot. Uchinchisi. Ha. Oh, 3-chi mahsulot. Oh, buni reklama qilib bering bizga. Reklama qilib ber. Har kuni Uyqudan ketishdan oldin iste'mol qiling. iste'mol qiling. Mahsulotga qarashsiz. Qo'rqinchli oilalar bor, qo'rqinchli oilalar bor. Qo'rqinchli oilalar. Ya, yomon bo'ldi, ko'rdi. Welcome. Aziz Yoqubova. Doston aka olqishlaringiz. Dardinglar. Hop, aziz og'am sizga Bunaqa zo'rlarni yomg'irdan tayyorlab keyin. qo'yganmiz. Ketdi, mahsulot ko'rsatamiz. Bu mahsulotni Aziz qachon yuvasan? nima qilgan bo'lardingiz? Kiygan bo'lardim. Xo'p, qachon yuvasiz uni? Qaysi paytlar? Iltimos. Umid aka yumiykanlar, shuning uchun men ham yumiyman. Yo'q, Hozir kiyib berasizmi tomoshabinlarga? Mayli. Kiyib reklama qilib bersinlar. reklamaga yaxshi narsalar bordi. Ha, to'g'ri bor. Mayli, qilib beraman. Mayli kiyarkanlar. Kiyarkanlar. Ko'rishga ruxsat beramiz bo'lsa. Keyingi mahsulot. Yaxshiroq mahsulot yo'qmi? Savol. Senga plastmassalik yoqadimi, yog'ochlisimi? Yoki temirligimi? Sizda temirligi ham bor. Qulog'ingizga taqardingiz buni yo'qmi? Sirg'a qilib. Taqardim. Yangi sirg'angiz bilan tanishing. Ko'rishingiz mumkin. Yangi sirg'a sizga. Hop, uchinchi mahsulot. Yaxshi Bu mahsulot aytdim. reklama qiling. Bu mahsulotni olmasanglar armonda qolib ketasizlar. Juda ham klient ko'p mahsulot, sodasi yaxshi. Biz hozir skidka qilganmiz. Bitta olsanglar Umid akani ham qo'shib beramiz. Homiylar 4 ta bo'sh o'rinda qoldi. Hop, nima qara? 16 talik yoqadimi, 24 taligimi, 36 taligimi, 92 taligimi? Nimasi u? Tishi. Tishi. Nimani? Taroma. Topdingiz lekin. Aziz Yoqubga olqishlaringiz. Bu kayfiyatda davom etamiz azizlar. Charchab qolmadinglar, zerikmadinglar. Xo'p, shartimizni tushuntirib o'tdilar. Yana bir marta aytaman. Kelgan joyidan to'xtamasdan qo'shig'i davom ettirishinglar kerak bo'ladi. Ketdi. Ko'zimdan qotdi. Akam kimimiz kelsa, Ajoyib. Amalladingiz. Shoda marvarid. Hey! Yaxshi. Ha, unisi ham kerak. Can biti ayniya. Jinuni Sanda manda pozitiv. Ya ketmasin hech. Mayli. Yaxshi, bo'ladi. Bal yozing. to'qi parizod. Kulfati savdo. Hey! Hey. hayotimning yulduzisan. Ajoyib. Gap. Yaxshi ketishyapti. Yaxshi. Xayolida yuradi doim onajonim senda doim meni Ayolidan baland. Sochlari ambardir shamollarda. Repertuar kengaytda to'ylar. Yaxshi. Yomon emas. Yomon emas. Oldimdan bir ko'za chiqdi to'mpayib. Gap yo'q. borib asta aytsammi sevgim yoki xasta qilarmi ko'nglim. Hey, bu kabutar yoki pari oyizi dilbar. Buncha chiroyli. Harsanglar. Ana. Yarim kechasi uyingni yonida turishing kutayapman.
Buni bilmayman. Orqaga o'tamiz. Yutkazdingiz. To'y repertuarida yo'q deb ashular. Hamdam so'raydi. Yo'q, kim aytdi? Sochlari emas, lablari emas, tishlaridir. Bizga yozilmaydi. Qalbim uchun kifoya seni shirin so'zlar. Muhimi tanamizmi? Gap yo'q. Davom etamiz. Bir soat bo'ldi, bo'larim bo'ldi. Sen esa yo'q, toqatim bor. Yo'q, zo'r, topdilar. Komediya. Qani kuyov tegili. Bir ikkida tegili. Qani kuyov ukiling. Tan. Qani kuyov. Dunyodan mukiling. O'sha. Qo'shiq topmas bu, Qo'shiq topmas, davom Davom etamiz. ettirish kerak. Olma bergan qo'llaringdan. Ana. Aylanay Ya, bermas. Okey, DJ bilan kelganmiz, ha? Tanishganman u bilan. Menga O'tolmayman qanday tanishganimni. Ya, topdilar. menga pes qilib Musqaymoq yeb ketidan talxur ichganman. Uchrashay deyman lekin restoranga pul yetmas. Qor yog'yapti, uyingda o'tirib bir pas. Chiqsam maylimi? Topolmayapsiz. Yig'lab qo'shiq aytaman, oshiqi bechoraman. Daryolar bo'ynida Jasur Umirov. Kuyinida aytdim qo'shiq. Topdim. Jahon sarvarim Barigaley. Dardimni Darmonasi barigal. Yo, 2 marta qaytarilar deb rosta. to'g'ri. Boshqacha variant ekan. Qiz bola partiyasi için kerak. Yaxshi. kelgan desang men Yaxshi boqsang men yoqaman, qara kulib qosh qoqaman, yuragingga o't yoqaman. Tugadi, vaqt tugadi. Sizga kelib hammasi tugab qo'yapti. Batareyka tugayapti, qo'shiq tugayapti. Endi shunda turib olamiz, ballani eshitamiz qani, mana Ballani eshitamiz. Aniq u kim yutgani? Doston yutdi. Demak, Doston akada faqatgina jarima ball bitta. Qolganlardan 3 ta 4 tadan. Ya mana bunday qilamiz, jentelmenlik qilaylik. Bitta, bir baldan. Jentelmenlik qilaylik, Doston yutdi. Bo'pti, men bitta jarima balim beraman mayli. Bunday qilmoqchiman. Agar kelisha olsangiz, Jentelmenlik qilaman va jarima balim men beraman. Shuncha berganim yetadi. hozir qaranglar. Bizlar ko'rsatuvda qonun qoida o'zi Yo'q. yo'q, bor. Xohlagan odamimizni bittirib ola olamiz bizda. Ha, shunaqa bo'lyapti o'zi. Qonun hozir. Lekin uning uchun jentelmenlar kerak-da. Bu yerda yo'q jentelmenlar bugun. Qonun kerak-ku. Azini gruppaga olamiz bo'ldi. Yo'q, mayli. Azdido. Azdido Aytgan hazil huzul qildik. Haqiqatdan o'zi tanish kerak. Bugun zo'r qatnashdilar, favorit bo'ldilar. Azizaxon marhamat. Doston zo'r qatnashdi. Haqiqatda aytishimiz kerak. Topa-to'g'ri. Umidjon Haydari. O'zi e'lon qiling g'olibni. G'olibni o'zi e'lon qiling. So'zsiz. Doston. Men aytmoqchiman, ishtirokchilar orasida bitta qiz bola bor. Bermay aldab Ayol ishtirok. Mayli, yelik bera olmayman. Epizodni g'oliblik beramiz. Demak, bugungi ko'rsatuvimizda G'oliba Azizaxon Yoqubova bo'ldilar. Qarshi. Mana haqiqatda. Demak, sizlar, shuning bilan bugungi ajoyib ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi tashriflar uchun Eldido guruhiga, ajoyib aktrisa Azizaxonga va
nima deydi? Afsona. Afsonaviy millioner Umidjon. Yo'q, menimcha ko'rsatuvdan kayfiyatingiz ko'tarildi. Albatta. Bu Tirik yoqda afsonalar ham bor lekin. bu yoqda hali ko'rsatuv tugamabdi. Demak, yoqdi sizlarga, kayfiyatingiz ko'tarildi. Zo'r, Menimcha zo'r.